Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana men Habibulloh. Xudo xolasa agar bugun ham yana bitta tekin darslikni sizlar uchun taqdim qilaman. Zo'r ma'lumot bermoqchiman. Yani YouTube bo'yicha ko'pchilikga savol tug'dirgan, ya'ni qanaqa videolarni qo'ysak bo'ladi, ya'ni qanaqa montajlarni qo'ysak bo'ladi, videolarni qanaqa qilib qo'ysak bo'ladi, shu narsalarni men sizlarga hozir ko'rsatib beraman va tushuntirib beraman. Xo'p. Albatta bu yerda hozir telefon chiqadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu telefon orqali men sizlarga tushuntirib berib ketaman. Xo'p. Birinchi o'rinda Telegramga kirib olamiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu meni kanalim. Mana bu yerda men har kuni bepul bo'lgan ma'lumotlarni tashlab boraman. Obuna bo'lib qo'ysanglar bo'ladi. Bu yerda bemalol bepul bo'lgan ma'lumotlarni, YouTube haqida ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Xo'p. Darsliklarni ham shu yerga joylab boraman. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda kanal ochib qo'yganman. Xo'p, endi bizlarga kerak bo'ladi albatta birinchi o'rinda Chrome saytiga kirib olamiz, ya'ni programmasiga kirib olamiz va bu yerda ChatGPT deb yozamiz. ChatGPT biz uchun eng kerakli bo'lgan sayt, ya'ni почти 99% narsani biz ChatGPT orqali qilamiz. Kimlarnidir ideyasi bo'lib turib, o'zi yozib переводчикdan qilsa bo'ladi, lekin unda idealniy prompt bo'lmaydi. Ya'ni prompt bilasizlar, o'tgan safar darsda tushuntirganman. Prompt bu bundan oldingi darslikni ko'rmaganlar, bundan oldingi darslikni ko'rib olinglar. Prompt bu qaysidir rasm yoki qaysidir videoni yozma shaklda yozilgan hikoyasi. Xo'p, ChatGPT ga kirib olamiz va bu yerga biz yozamiz. Agar kimda kim ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, agar tepadagi Write tugmachasini bosib turib, ro'yxatdan o'tishlaringiz kerak bo'ladi. Продолжить Google yozamiz va o'zimizga kerakli bo'lgan Gmail akkauntimizni kiritib, bu yerdan ro'yxatdan o'tamiz. Xo'p, ro'yxat o'tganimizdan so'ng mana bu yerda yozadi, qanaqa savoling bor va bu yerda yozamiz. Va bu yerda o'zimizga kerakli ma'lumotni olsak bo'ladi. Xo'p, menga YouTube uchun prompt yozib ber. Yo'q, boshqacharoq yozamiz, kelinglar. Menga suv ko'rsatilgan video uchun prompt yozib ber. deb yozamiz. Mana. Nima uchun men AI sayti deb yozdim? Agar siz bu yerga shunchaki yozadigan bo'lsangiz, agar bu sizga to'g'ri prompt yozib bermaydi. Mana hozir yozib berdi. Albatta quyidagi promptni AI video generatsiya qiluvchi saytlar, masalan, Runway, Sora, Pika shular uchun qilsangiz bo'ladi deb yozgan. Biz mana bu promptni o'zimizga saqlaymiz qilib, ya'ni saqlab olamizda, endi bu promptdan foydalanib turib video yasaymiz. Bu promptni saqlaymiz qilib ChatGPT dan promptni kopirovat qilib olganimiz, ya'ni saqlab olganimizdan so'ng bizlarga birinchi o'rinda kerak bo'ladi albatta Cree.ai degan sayt va biz bu sayt orqali har doimgidek o'zimizni rasmimizni chiqarib olamiz. Open chiqaramiz va bu yerda rasm joyiga bosib turib chiqarsak, mana bu yerda ham ro'yxatdan o'tishimizni so'raydi. Albatta Gmail akkauntimiz orqali ro'yxatdan o'tamiz. Xohlasangiz elektron pochtangiz orqali o'tsangiz bo'ladi, xohlasangiz Gmail akkaunt orqali, farqi yo'q. O'tganimizdan so'ng va bu yerga boyaga promptni joylaymizda va kutamiz. Bizlarga hozir rasm chiqarib beradi. Albatta har doimgidek 9 ga 16 bo'lish kerak, lekin men hozir mana bu yerda mana 2 ga 3 chiqardim. Endi bu sizlarga ko'rsatish sifatida. Ko'ryapsiz, chiroyli rasm chiqarib berdi, ya'ni sichqonchani suv ko'targan holati va buni download qilib o'zimizga saqlanib qilib olamiz, ya'ni galereyamizga saqlanib qilib olamiz. Rasmni saqlanib qilib olgan, o'zimizga saqlab olganimizdan so'ng endi bizlarga ikkinchi sayt, ya'ni ikkinchi neurosayt kerak bo'ladi va bu yerga biz yozamiz Kling.ai. O'tgan safar men sizlarga Cree.ai va Leonardo AI larni ko'rsatib bergandim. Endi bu boshqa sayt, ya'ni Kling.ai. Bu yerda ham zo'r
videolar, zo'r rasmlar yaratsa bo'ladi, ya'ni chiqarsa bo'ladi. Albatta bu yerda ham bizlardan ro'yxatga o'tishni so'raydi. Bu yerga ma'lum bir tangachalar beradi. O'sha tangachalar sifatida biz bemalol bepul bo'lgan rasmlar yoki videolarni yasab olsak bo'ladi AI sayt orqali. Xo'p, bizlarga kerak bo'ladi albatta birinchi o'rinda Express bosamiz. Bosganimizdan so'ng mana bu yerda rasmni kiriting deydi. Saqlanib qilib olgan rasmimizni kiritamiz albatta. Kiritib bo'lganimizdan so'ng endi pastga tushganimizda mana bu yerdan promptni so'raydi. Promptga biz boya ChatGPT orqali yasab olgan promptni joylab turib, keyin generatsiya tugmasini bosamiz. Xo'p. Generatsiya tugmasini bosganimizdan so'ng endi ma'lum bir vaqt kutamiz, ya'ni 1 yoki 2 daqiqa kutamiz va so'ng bizlarga mana shu narsani hozir video qilib yasab beradi. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, biz videoni yasab bo'lib, o'zimizga saqlab ham oldik. Mana hozir mana bu yerda bizga 5-6 sekundlik video yasab berdi o'sha programma. Yasab bergandan so'ng endi biz bu videoni nima qilamiz va qayerga joylaymiz, hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Albatta biz bu videoni YouTube tarmog'iga joylaymiz. Xo'p, YouTube'da mana shunaqa videolar joylanadi. Mana 63 million, 24 million, 8 million, 592 ming inson tomosha qilgan videolar, bular hammasi mana shunaqa sun'iy intellektlar orqali yasalgan videolar hisoblanadi. Siz bekordan bekorga o'zingizni vaqtingizni ketkazyapsiz. Men shu narsani maslahat bermoqchiman. Bekor bo'lgan vaqtingizda shunaqa videolarni qisqa qilib turib, mana shunaqa YouTube'ga joylab turib daromad qilsangiz bo'ladi. Va siz bemalol bundan oyida 1000, 2000, 3000 dollargacha daromad qila olasiz. Hozirgi kunda mana shunaqa videolarni joylagan, bularning hammasi ham chet insonlar emas, O'zbekistonning o'zidan men ko'p bilgan insonlarni kamida 100-200 ta inson hozirgi kunda O'zbekistonning o'zidan shunaqa sun'iy intellektdan foydalanib turib, YouTube tarmog'iga video joylab oyiga 1000-2000 dollargacha daromad qiladi. Xo'p, xudo xolasa agar mana shunaqa darsliklarni chiqarishdan to'xtamaymiz, davom etamiz. Agar siz ham YouTube'ni 0 dan 100 gacha o'rganmoqchi bo'lsangiz agar, shunaqa videolar yasab turib YouTube'dan pul topmoqchi bo'lsangiz agar, men o'zimning darsliklarimni mini kursga joylashtirganman. Pastda admin linkini qoldiraman. Bemalol o'tib, to'liq ma'lumotni olsangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.